hurmatli bolalar, Beriston Agrobank boshqaruv o'rinbosari. Xabarlari bor, Agrobank aksiyadorlaridan va hamma uchun tashkilotlarni o'ziga oldi, ya'ni oyliklar to'lash bo'yicha. Sayxonobod tajribalarimiz asosida uchrashuvlar bo'ladi. Uchrashuvlar bir oyda 3 marta bo'ladi. Bir oyda 3 martasi bittasi hokimiyat binosida ekan bugun 5-dekabr holatiga. Endi bu uchrashuvdan maqsad sizlarga Agrobankdagi bor tovarlarni, kredit liniyalarini tanishtirish fuqarolarga. Hozirgi kunda birinchi kredit liniyamiz bu mahallada yo'nalishida ishsiz fuqarolarga berilyapti 50 million so'mgacha. Plastik kategoriyasi beriladi. 25% imtiyozli 50 million kreditimiz bor. 50 million kredit kafillik asosida, sug'urta asosida beriladi. Misol uchun o'zimiz bank qilgan fuqarolarga 50 million beriladi. Ayollarga 2% pastxona kreditlarimiz 23% bo'ladi. 25%, 23%. Taqqoslash uchun 2 yil imtiyoz davri 3 yil nima? Ta'lim bilan chiqadi, 5 yil bo'ladi. 2 yil davomida agar ayol kishi oladigan bo'lsa kredit 950 mingdan chiqadi, agar erkak kishi oladigan bo'lsa 1 million 100, 1 million 90 ming atrofida chiqadi kredit. Ikkinchimiz bu mahalla va yo'nalishi bo'yicha biznesga birinchi qadam 17 millionlik muddat 4 yil, 2 yil imtiyoz davri. Va bunda ham foiz stavkasi 25%, ayollarga 23%. İkinci kredit turumuz Kartal 312 yuridikler 100 milyon so'mgacha. 100 milyon so'mgacha beriladi. 100 milyon so'mgacha garovsiz, 100 milyon so'mdan yuqorisiga garov, ya'ni maksimum 200 milyon so'mgacha. Bu kredit liniyamiz foiz stavkasi 21%, agar firma rahbari ayol kishi bo'lsa 19% bo'ladi. Muddati 7 yil.